Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bizga yangiliklar kelishda davom etyapti. Misrovkalarimizni har turligidan kelgan, sotuvda bor. Muzlagan go'shtlarni, qattiq go'shtlarni chiqarib beradigan misrovkalarimiz ham sotuvga keldi. Kimga qanaqangi uskunalar kerak bo'lsa, telefonlarimizni video ostiga qo'yib aytamiz. Yana bizda yangiliklardan biri kolbasni shpris elektritskiy sotuvga kelgan. Xo'p, bular elektriklar 5 litrdan boshlanadi. Ketaveradi 15 litrgacha, 25-30 litrgacha sotuvda bor. Va buni rushnoyi ham bor. Ko'rib turganingizdek. Ya'ni qo'lda orqali ezib chiqariladi. Mana bu yoqda o'zining nasatkalari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, buyurtma berishingiz mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib kuzatib turinglar, qolgan uskunalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda Rossiya davlati ishlab chiqarilgan yangi rossiyskiy tabaka qozonlarimiz sotuvda mavjud. Kichkinasidan deganlarga kichigidan va kattasidan sotuvda bor. Kimga qiziq bo'lsa, buyurtma berishingiz ham mumkin. Bizda mak apparatlarimiz ham sotuvga chiqqan. Video qilishni ham ko'rsatib o'tamiz. Buni afzallik jihatlari tarimizli bo'ladi. Qo'shimcha o'zining tenti va jo'mragi bo'ladi. Va mana bu yoqda ko'rib turganingizdek, oldingi partiyada kraskali bo'lgan. Hozir atsinkovka zanglamaydigan metalldan ishlab chiqarilgan va profillarning qalinligi ham juda qalin, baquvvat qilishlangan. G'ildiralarda ham yangiliklar bor. Kimga qiziq bo'lsa, videolarimizni ostiga telefon raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Buyurtma berishingiz mumkin. 2 xil rangidan mavjud. Qizil va sariq. Mana bu yoqda Shumma firmasiga tegishli elektrik gaz ishlaydigan pechkalarimiz sotuvda bor. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu tomonimiz endi vitrina xolodilniklarga tegishli joy bo'ladi. Kimga qanaqangi vitrina xolodilniklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. 2 yillikdan boshlab 3 yillikgacha minus korpus orqali sovutib beradigan, minus havada ishlaydigan va 0 gradusga ishlaydiganlar ham sotuvda mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'pchilik so'ragan, tugab qoldi degandek, xudo xolasa mana yetib keldi tovarlarimiz. Food chopper, ya'ni oziq-ovqatlarni chopib beruvchi uskuna bo'ladi bu. Mana ko'rib turganingizdek, ichlari juda ham sifatli ishlangan. Xitoy davlati ishlab chiqargan eng sifatli bo'lgan chopperlardan biri bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefonlarimizni qoldirib o'tamiz. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Mana bular endi drabilka. Mana toshchi maydalagan. Bu nohot. Kimga qiziq bo'lsa, qanaqangi uskunalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.